Albatta Ukraina Rossiya urush boshlangandan tortib Xitoyninki Rossiyaning arqisi turayotganligini bilamiz. Xitoy qancha hilgarlik qilib inkor qilgan bo'lsin, mayli uskun berish jihatdan bo'lsin, bu nurg'un axborotlarda chiqdi hamda. Hali ham inkor qilib kelayotgan Xitoy. Tunji qatim bu qatim Zelenskiy o'ziniki X hisobida bu qatim rasmiy Xitoy askarini ishkini asirga olganligini, bulalam emasligini bir Xitoyninki üleydep qo'qab chiroyda qon qamagan bir Xitoyninki qo'li bog'liq shu narsa bilan birga ekran chiqib turadi. Buni ular e'lon qildi. Albatta bu chiqqandan keyin nurg'un g'ulu bo'lib ketdi. Amerika bayonot e'lon qildi senga. Degandek Xitoy bo'lsa ham numussizlarcha hozirgacha inkor qilib biz buni tekshirayapmiz, u deb qo'ydimdi. Va Yevropa başdan boshlab NATOdan tortib ogohlantirib kelayotgandi. Hiçbir joyda yordam qilmaysa Xitoyga ogohlantirish berib. Agar yordam bersang, bunun chuqur badal oldu deb. Bu ko'rinishlar bundan keyin Xitoyga qanday bir ta'sir ko'rsatishi mumkin? Mayli jazolarni xususida bo'lsin. Buni qanday tushunsiz? Ham bu Xitoyninki Xitoy qanday bo'lib, masalan, bu askarlarni nima sababdan avatgan bo'lishi mumkin hamda? Hamda Xitoy men asker evettim deb demeydi, inkar qildi. Buni shu o'zi beryapti degandek ifodalarni qilish mumkin. Jondan qo'rqadigan yo'q Xitoylar. Tashqi ishlar ministrligidan bir javob kelmadi bu defa. Xo'sh. So'rgan chog'da bu masaladan qochib yurdi, bu Xitoy tashqi ishlar ministrligidan. Bu aslında Xitoyninki sosyal medyada şu Rusya tarafga qaytilib jangga kirgan ahvollarni Xitoyning sosyal medyalarda bordi, ko'rinyapti. Jangga qaytilib va qaytib kelgan Xitoylar bordi. Sosyal medyada so'zlab yurgan. Xo'sh. Yani bu bir maxfiyat emasdi, ama bu da şu Ukrayna buni isbot qilgan bo'ldi. Burundan tatipla Ukrayna şu Xitoyga bek ümit bağlattı. Birisi bu Xitoy degan cho'ng davlat. Xalqarada bir ig'irligi bor. Bir gap qilsa bir gap o'tadi deb o'yladi. İkincisi Xitoy bilan Rossiyaningki yaqin munosabati bor. Xitoy agarda Rossiyaga besim ishlatsa, Rossiya ma'qul desa, bu jang to'xtaydi deb o'yladi. Uchinchisi shu Xitoyning Ukraynada nurg'un sağlam mablag'lar bor. Ukraynaningki nurg'un zeminini kiraga ib turib, ashada terikchilik qiladi Xitoy. Bununla birlikte şu Ukrayna'nın nurg'un şu qurol ishlab chiqarish bilan munosabatlik injenerlar deymiz, şu ishchilar deymiz, nurg'un Xitoyda ishlaydi. Yani Xitoyningki şu hücum aeroplanları bo'lsin, hücum tik uçarlar bo'lsin, bularning motorlari şu Ukrayna'dan keladi-da. Shunga bu yaqin munosabatiga ishinib, Zelenskiy şu Xitoyga bek ko'ngil bo'ladi va umid bog'latdi. Ama keyingi yillarda bu Ukrayna bunu ko'rdi. Endi şu ikki Xitoyni pash qilib resimlarla chiqarib, bundan evvel Shimoliy Koreyaning askarlarini chiqarib qilgan. Demek ki Xitoyga bo'lgan bu umidi biraz azaldı yoki yo'qoldi deb o'ylayman. Xo'sh. Xitoyni yaxshi tanimag'achqa, shunday abaqiman degandek, shunday bir umid bog'laydigan bir ahvol bor hamda. Bundan kim belki Xitoyga unchilikmi ishinib ketmas deb o'ylayman. Bu shundaqlar nurg'un Xitoyga ishinadigan davlatlarga bir misal bo'lib berdi, ya da ogohlantirish ahvolima bo'ldi deb o'ylayman.